aytmoqchi bo'lganim, bizni texnikumda ochiq eshiklar kuni qildik, ota-onalar keldi. Bu yerda o'tirgan ota-onalar men o'ylaymanki, farzandiga befarq emas. Shuncha vaqtini ajratib kelib o'tiribdi. Bizga farzandlaringizni ta'lim, tarbiyasi muhim. O'shaning uchun biz sizlarni yig'ib o'tiribmiz. Necha marta chaqirib, taklif qilib, biz texnikumdagi sharoitlarimiz bilan tanishtirdik. Farzandingiz kelib bizga darsga qatnashib o'qib bersa bo'ldi. Hamma sharoitni yaratganmiz. Narsalar yo'q edi, internet. Hurmatli yoshi katta ota-onalarim, giyohvandlik moddalar, psixotrop moddalar, har narsalar kirib kelyapti. Mirzacho'l tuman bo'yicha bosh mutaxassisi Ubaydullayev Doston. O'ylaymizki, mana shu eshitilayotgan mavzularga albatta ota-ona bilan farzand birgalikda farzandlaringizni, nevaralaringizni hayotiga, ilmiga befarq bo'lmaganligingiz uchun bir texnikumning chaqiriqqa qadar Institutlar shuncha pul olibdi, shuncha million dollarlik nonni sotib oladi deb o'ylasalar, ayniqsa ayollarimizni asir qiladi. Sen nima dedi, o'tiradigan joydan u qizni topgani bilan topilyaptiki, u bobosining, bolaning oilasiga qatnashdi. Faqat bir marta sinab ko'rib bo'lamanmi? Kelajagingga mustahkam poydevor qo'yish o'z qo'lingda. o'qib olam, olim bo'lasan. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan davlat va sharofat bilan texnikum o'quvchilariga qisqacha